Assalomu alaykum ko'pchilik. Javodan asos yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 22-chi qismlik darsiz. Bu qismlik darsimizda biz oldingi sinf darsining davomi, ya'ni arrays to'g'risida tafsil to'xtalamiz. Biz oldingi sinf darsimizda mush arqim-arqiliq, ya'ni array to'g'risida men tushuncha bergan tafsili. Hamda bu qismlik darsimizda shu arrayni qanday qilib boshqarish yoki kontrol qilishni o'rganamiz. Biz esinglardimi string deganda string manipulation, yani stringni kontrollash yoki shu boshqarish o'rgangan. Bu qismlik darsimizda dal shu arrayni yoki arqim-arqiliqni qanday kontrol qilish, undan boshqarish yoki how to manipulate arrays. Shuni o'rganamiz. Masalan, arrayningki bir arrayda sonlar arqim-arqiliqida int bo'lsa, ya'ni 10 a'zo bo'lsa, uning o'ttirdikisini tepish, kichikdan cho'ngga tizish, cho'ngdan kichikka tizish, qanchinchimda indeksni aniq ilib turib shuni tepish degandek har xil qanday bu string o'xshab ketadi. Bu xilning darsimizda shuni o'rganamiz. Unda asma Eclipse'ni ochib amaliy misol bilan tushuntiray. Eclipse'ni ochdim. Buni bir package quraylik. Masalan, buni array manipulation dey. Arrayni qanday boshqarish. Biz oldingi qilmasa darsimizda array to'g'risida tafsil to'xtaldik. Shunaqa qanday qurish, int array bo'lamdi, string array mo, char array mo, qanday double qursanglar bo'lardi, short, long deganda qaysi sonliq ma'lumot tipida qursanglar bo'lardi. Hamda bugun biz shu arrayni qanday kontrol qilish, o'zimiz uchun xizmat qildirish to'g'risida so'zlayman. Birinchisi takror bo'lish sifatida birinchisi qanday arrayni qanday qurish, ya'ni bir xotirlatib declaring an array deydi, qanday qurish. İngilizce yapmama. Odatda arrayni 3 xil qura olamiz. 3 xil qo'g'il bo'ldi. Masalan, bir ismni nima qilay? String arrayni. Birinchi ismday. Buni qanday qura olayman? Mehmet, Samet, Ahmet. Ama bu array'nin ismini unutib qoldim ishni. Mana. Birinchi ism Ahmet, Mehmet, Samet. Shunaqa. Yana o'xshashni qanday qila olayman deganda, ikkinchi xil usuli. String o'xshash yana ikkinchi xili new string array. Shunaqa. Miya yozma buni. O'xshash ham ikisi. Uchinchi xil usulchi. Uchinchi xil usuli faqat qanchalik a'zosi bor qilam deb. Masalan, qanchasi bor? 3 lamg'o, 3 lam. Indeksni lam deb qo'yib, undan keyin ostida qanday birlab qatimiz. 0-indeksga qaysini? Mehmet, birinchi indeksga Samet, ikkinchi indeksga shuning bilan 3 a'zosi tugadi demakchi. Bu shunda 3 xil qaysini qursanglar bo'laverdi. Birinchisi. Ham ikkinchisi mushuni qanday besib chiqarish. How to print.
an array shunaqa qanday besib chiqarish. Men aldınғы sınıf dersimizde iki xil besib chiqarish usulini öğrengen. Birisi, mesela men muşlan besib chiqaray birinchisini. Birinchisi qanday besib chiqardik? Arrays to string bilan besib chiqardik. Birinchisi qanday? To string mush metoddan foydalanib besib chiqardik. Yoki bo'lmasa qanday? For each loopdan foydalanib string sim ma alen ilesek tik qur chiqadi, nima? Tuz qur chiqadi, yana to'qir. Mana Mehmet, Samet, Ahmet olab besib chiqardi. Hamda bizningki qanday? For each loopdan foydalanibmi? Besib chiqarsak bo'laverdi. For each loopdan yana birisi. Qanday besib chiqarmaymiz desanglar? Nima? For each loop debmi? For loop. Nimadan boshlandi? 0 dan boshlandi, 0-indeksdan. Qayergacha bo'lish kerak? Shu lengthgacha. Arrayning, ya'ni sim1ning lengthgacha. Har birisini qaytib chiqsak qanday qilamiz endi? sim1 oy. Qaranglar. 0 bo'lgan chaqda 0-indeks chiqadi, 1 o'z Samet chiqadi. Bo'lsa Mehmet chiqadi. Men mani elan qo'yay. O'xshashma 3-xil besib chiqarish usuli. Mehmet, Samet. Ana mana birinchisi ma for each loop, ma for loop. Üçüncüsü deganda, üçüncü gelmekçi olgan. Mush arrayning ichida ma'lum bir elementning bor yo'qligini. Masalan, bir qator array bo'lsa, buning ichida mush Mehmet degan ism bormi yo'qmi degan qanday? Check if an array contains o'z ichiga olganmi demakchi. A specific value. Masalan, ma ismda nima bor? Mehmet bor shunaqa. Buni qanday nima qilamiz? Boolean orqali qilamiz-ku. Ash ismda, birinchi ismda qanday? Contains nimani to'g'ritam. Yana bir buni contains qilish uchun boyliqni arrays men yana bir metod bor. Arrays mavo qanday? To string besib chiqarish uchun mavo boyliqni besib chiqarish uchun qanday? As list sim shunaqa. Mushning ichidan qanday? Contains Mehmet. True yoki false bo'ldi. Bu contains bo'lgan ekan. Bor yoki yo'q. Mehmet qanday? True. Chunki ism birning ichida qanday? Bu bor Mehmet. Hamda Mehmetning o'rniga olim bo'lib yozib qo'ysanchi false mana yo'q demakchi. Demak arrayning ichida ma'lum bir qiymat bor yo yo'qligini array as list mush metoddan foydalanib mana keyin contains foydalanib hukm qilamiz demakchi. Hamda nechinchi bo'ldi? Ama 3'e. Dördüncüsü yaptık. Dördüncüsü array'ni bu hem de bilimsel olmaydı. Bak asan lekin şuna olsun eskertip bitey.
birinchi ve en ahırkı elementini tepiş array'ning. Berilgan array'ninki birinchi ve en ahırkı elementini tepiş. Bu İngilizce get the first and last element of an array deymiz. Mesela bir yeni array yazaya bu isimni qo'llayvermay. Mesela bir son yazay, bayatdan string yazdım. Array son shunaqa int array mesela armadalarni qisqartib yozib qo'ydim. Birdan tortib to'qqizgacha qanday xohlagancha sonlarni yozay. Yana qaysi qoldi? 4 qoldi shunami? Array bo'ldi shunaqa. Buning ham birinchi va eng oxirgi elementni qanday topamiz? Hozir 1 bilan 4 qo'y. Birinchi elementi 1. 4-chi element eng oxirgi elementi 4 shunaqa. Ham buni har qanday arrayningki, masalan 100 element olsa onun birincisidan eng oxirgisini topmasak olmaydi, chunki bu bek ishlaydi bizga keyin. Bunun birinchi elementi 0-chi indeksidan iborat. Masalan, bunun birinchi elementi qanday? First element array nol. 0-chi indeksiz qanday? First element birinchi elementda 1. Bu birinchi element amaliyotda 0-chi indeksiz unutib qolmanglar, string o'xshash. O'sha 0-chi indeksiyani, ya'ni ko'rsatkichni ko'pincha odam unutib qoldi. Endi eng oxirgisini qanday topamiz? Last element eng oxirgisi bu shu for loop deb chiqishtiramiz buni. H arrayning nimasi? Length dan birini ilvatgan gitan. Birini ilvatmasak index arrow'ni exception tashlaydi. Chunki index 0 dan boshlangancha men birini ilvatamiz. Anda eng oxirgisi 0. Mesela miyaga xohlagancha bir sonni qo'shib qo'ysammi, ashni topadi demakchi eng oxirgisini. 4-chi qanday? Birinchi va eng oxirgi element tepish arrayninki. 5-inchisi arrayni redlash. Sort an array deydi. Mesela ma'nini qarasanglar, array qalayimqan shunaqa. Kichikdan tortib cho'ng'a. Kichikdan tortib cho'ng'a, birdan tortib 9gacha qanday tizimiz bor? Redsizni redlab uni array sort metoddan foydalanamiz. Array ise ismini yozamiz. Mana herkes system print alan system out print alan besib chiqarganini yozmaysizlar, ayrim sirtqa, chunki bu metod bu. Hamda mani yozayotgandan keyin hozir men redlandi, hamda besib chiqaramiz. Buni qanday besib chiqardik? For each loopdan besib chiqarsanglar bo'ldi. 3 xil besib chiqarish usulimiz bor. Men ash for each loopdan chiqaray. Int yoki asallam bir quriladigan qanday arrays to stringdan Pythondan besib chiqaray. Qaranglar. Redlanadi. 1 2 3 4 5 6 7 ma 5 bular 1 dan 9gacha degandim ku. Endi mana 1 dan tortib 9gacha redlaydi. Sort qildi. Agar bu harf bo'lib qolsa bo'lsanglar, harf nima shu ilifat tartib bo'yicha alfabetik bo'yicha redlaydi. Masalan, char arraydan birini yozsam letter qanday?
D qalayım qaza. A'dan başlanışı şunaq qo. A F C. Buna arrays sort. Diqqət qılmısanlar indi avtomatik besib ketadi. Letter. Hemen besib chiqarmadim taqa. Now letter shunaq qo. Mana A C D F. İlpə tərtib boyunca bir satıda mana. Sort method. 5-incisi qanda array tərtib silish. 6-incisi iki array tangmı tang emasmi shuni selishtirish. Compare dedi İngilizce. Compare two arrays. Mesela num1 day. Birinci 2 4 6. Yana bir array yazay. İki 4 6. Yana bir array yazay. Maqtam 1 3 5 yazib qo'yay. Endi bu ikki arrayning tangmi tang emasmi selishtiramiz. Birinchi num1 bilan num2 ni selishtiraylik. Qanday selishtiramiz? Mesela bunu boolean qo'y shu true or false qilamiz ku. Boolean shunaq qo'y. Boolean is equal tang deb oldik. Tang true bo'lsa tang bo'ladi, false bo'lsa qanday? Tang bo'lmaydi. Bu ne? Baş arrays'ninki equals. İki array'ning ismini yazamiz. Num1 num2 is equal'ni besib chiqarsak true bo'lsa ikkisi tang, false bo'lsa tang emas. Mana true deydi. İkisi qanday tengkin. Hamda num1 bilan num3 ni qilib boqay. Mana ikkisi tangmi? Mana birlash ikkisi o'xshash qolmish ikki son. Mana ikkisi tangmi? Tang emasa false. Bu tang emas. Shunga o'xshash chiqmaydi. Hamda 7-incisi mush array'dan xalgan bir sonni besib chiqarish. Xalgan random deydi buni. Get a random number. Nima? Random element from an array. Mesela ma'nodan qanday? Xalgan bir sonni. Xalgan bir son degan mesela bu yoki men ayrim yozay bo'ldi. Sonlar debchi. Men xalgan yozman buning ichiga. Mushning ichidan xalgan bir sonni elib chiqarsak bo'ldi. Buni qanday chiqaramiz desak, o xalgan bir son int oldu. Xalgan son. Bunu qanday chiqaramiz desanglar? Array new random degan qanday? Bunun aşı random metodidan paylaşım çıkarmaz.
Ya ma'nosi men sonlar deb qo'ydim ha. Next int sonlar length kichik. Ma randomni import qilamiz. Hamda mush besib chiqarsaqlam xohlagan son bir son chiqadi. 1 shunami? Har qitim o'zgaradi, o'xshamaydi. 624 125. Mesela bu nimaga ishlaydi desanglar. Mesela lotereya o'ynaydigan bo'lib qolsanglar 35 sondan 5 ni tanlaydigan bo'lib qolsa, mushuni bir oddiy kod yozib o'zinglar. Ba'zi tanlash qiynalib ketsanglar, xo'sh yoqmasa qanda. Masalan, bir lotereyaning nimasi topaylik. Masalan, lottery deydi o'ngizcha. Son yozalaylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Şu bana da eğer lotereya yapıp olsanglar inkasizonlar 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Mush sonning orasida masalan endi bunda lotereya bormi yo'qmi o'qimayman 5 ni tanlaydigan. Xohlagan 5 ni tanlaymiz-da. Belgurimiz-ku biz bilmay qolamiz. Ba'zi tug'ilgan kunni yozib olsizlar, ba'zi yaxshi ko'rganlarni tug'ilgan kunni yozish mumkin. Hech kim bilmaydi. Anglashlarga qaraganda lotereyadan utilish ehtimolligi chaqmoq so'qib o'tishdan 5000 assa tuvenkina. Demak, sizni chaqmoq so'qib o'tishdan 5000 assa tuven demakchi. Lotereyaning hamda yanam haq umidvorlik bilan setib oldim. Ammo shuningdan men xohlagan 5 son ne tanlay. Xohlagan 5 sonni. Dasqanda tanlayman. Birinchi son shunaqa. Birinchi son Hemen asallashtirish uchun mani o'chirib o'tay. Man lottery demek sonlar deb qo'yay. Men qanaqa qilayman? Bir aqlam olalayman demakchi. Hamda mushuni qanda 5 qitim yozib. Buni loop qilsanglar bo'ldi hamda. Men oddiylashtirib beraylam dedim-da. Tushunishinglar oson bo'lish uchun. Loop yoziblam aylantirasanlar bo'ldi. Endi buni besib chiqaramiz. Qanday besib chiqaramiz desanglar, son 1 ni 5 sonni siltanlamoq shunaqa. Mushning ichidan xohlagan 5 son. Mana. Men xohlagancha 5 son. Yana bir qilsam yana xohlagancha 5 son chiqadi, o'xshamaydi. Yana qilsam yana xohlagancha 5 son chiqadi demakchi. O'xshamaydi. Shu.
Bugungi darsimiz mushagicha. Mushu ko'p ishlatadigan qanday 7 metodni tushuntirdim. Bundan boshqalar bo'lishi mumkin. Masalan, array utils deb yana bir class bor. Uningdan hamda texim ko'p metodlar izlab baksangiz bo'ldi, lekin ko'pincha uchraydiganlar shu. Tushunmagan nuqtalar bo'lib qolsa, asynchron shaklda qolsangiz bo'ldi. Undan keyin mashqni ko'p qilib beringlar. Mashqni ko'p qilish kerak. Darsimiz mushagicha. Rahmat.